Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunya Uyghur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündəlik xəvərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Men Hidayet Musacan. Bugün 7 ayının 26 günü düşənbə. Həmmanlarning mush vaqtda xeyirlik bo'lsin. Aziz ko'rurmanlar, tuanda diqqətinglar bugungi xəvərlər proqramımızning təfsilatida bo'lsin. Muhaciratda yaşayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz bu yillik Qurban hayitini yana vataniga. Shundaqla vatanida zulm chekayotgan xalqiga bo'lgan cheksiz seg'inish ilkida hasrat va azoblanish tuyg'usi ichida kutib olishga majbur bo'ldi. Har qitim butun dunyo musulmonlarini shodlikqa cho'mdirgan mana shunda xosiyatli hayit bayramlar yetib kelganida haqiqiy bir usti ochiq turmaga aylangan vatanimizda Xitoy zulmi ostida azob chekayotgan xalqimiz. Xitoyning vahshiy zindonlarida, jazo lagerlarida jon talishayotgan millionlagan begunoh qarindoshlarimiz, Xitoyning ichkari o'lkalarida qul o'rnida majburiy ishlatilayotgan qarindoshlarimiz. Yana shundaqla vatansizlik da'didan ko'rish imkoniyatimiz bo'lmagan vatandagi ota-ona, urug' tuqqan va do'st yorallarimiz ko'z oldimizda namoyon bo'ladi va buningdan cheksiz azoblanamiz. Xitoydan butun dunyoga yomg'irgan korona vabosi sababidan ba'zi allardagi qarindoshlarimiz hayit namozini kollektiv holda birga o'tash sharpiga noil bo'lolmagan bo'lsa-mu, ammo yanada xeyli ko'p allardagi qarindoshlarimiz hayit namozini birga o'tab, o'zaro dardlashdi va bir-birining hayitini muboraklashdi. Dunya Uyg'ur Qurultiyi uzun yillardan buyon Yevropadagi, bo'libmi Germaniyadagi turk qarindoshlarimizning Uyg'urlarga atagan qurbonligini, ba'zi allarda qurbonlik qilish imkoniyati bo'lmagan va turmush jihatda qiyin ahvolda qolgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizga yetkazib berishni izchil davomlashtirib kelgan edi. Bu qitimmi yana Yevropa va Germaniyadagi turk tashkilotlari tomonidan Uyg'urlarga atab berilgan bir qancha 100 qurbonlik Dunya Uyg'ur Qurultiyi diniy ishlar komiteti va Qurultiyi fondi tomonidan Afg'oniston, Pokiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tailand, Turkiya, Misr qatorliq ko'plagan allardagi qarindoshlarimizga vaqtida yetkazib berildi. Bo'libmi bu qitimli Qurban hayit Kanadada yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz uchun nihoyatda ahamiyatli va unutilg'usiz bir hayit bo'ldi. Hayitning harpisi, ya'ni 7 oyning 19 kuni Kanadaning har qaysi joylaridan poytaxt Ottawa'dagi bosh ministerlik binosi oldiga to'plangan yuzlagan vatanparvar qarindoshlarimiz 7 oyning 4 kuni Torontodan poytaxt Ottawa'ga qarab piyoda yurish qilgan va 450 kilometrlik musofani besib, shu kuni Ottawa'dagi bosh ministerlik binosi oldiga yetib kelgan jasur va pidakor o'g'lonimiz Bilal Malik apandimni qizg'in kutib olish bilan birga Sharq Turkiston xalqiga putmas tugumas baloya ofatlarni ilib kelgan mustabid Xitoy hokimiyatiga qattiq la'nat yog'dirishdi. Şunun bilan birga Kanadada yaşayotgan Uyg'urlarning talablari Kanada bosh ministri Justin Trudeau apandimga yetkazib berildi. Sharq Turkiston xalqiga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi sababli xalqaroning intayin kuchli besimi va qarshiligiga duch kelgan Xitoy hokimiyati butun ichki tashqi tashviqot vositalarini ishga solib, go'yo Sharq Turkiston musulmonlari Qurban hayitini xushal-xuramlik va shodlik ichida o'tkazayotgandek bir saxta manzarani yaratishga tirishdi. Bir necha kundan buyon Xitoy xabarlari bilan ijtimoiy taratqularda keng tarqalgan sin filmlarda Uyg'urlarning Qashqar, Urumchi, G'ulji qatorliq shaharlardagi masjid va maydonlarda Qurban hayitlik samo usuli o'ynayotgan ko'rinishlar. Shundaqla rayondagi har millat xalqining o'zaro hayitlashib, hamma joyning hayit kayfiyatiga to'lg'anlik ko'rinishlari qayta tashviq qilindi. 20 iyul hayit kuni yana atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik hukumat doiralari maxsus axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, Uyg'urlarning diniy e'tiqod erkinligi to'liq kafolatga ega. İslam diniga e'tiqod qiladigan har millat xalqi Qurban hayitini diniy qoida usullar bo'yicha erkin va xushal o'tkazmoqda deb chalvoqidi. Amaliyotda bo'lsa 2017 yildan buyon vatan ichidagi Uyg'urlarning ro'za hayit va Qurban hayit qatorliq diniy bayramlarni o'tkazishi butunlay cheklangan edi. Hammaga ma'lum bo'lganidek Chinchuangu 2016 yili 8 oyning oxiri Xitoy Kompartiyasi Markaziy komiteti tomonidan atalmish Uyg'ur avtonom rayoniga partkom sekretari qilib tayinlangan. U 2017 yildan buyon Sharq Turkistonda Qurban hayit, ro'za hayitga o'xshash diniy bayramlarda hayit namozi o'qish, ro'za tutish qatorliq diniy faoliyatlarni cheklagan. U boshchilik qilgan Kompartiya hukumatı yana Uyg'urlarni Jonxo millati tonishini kuchaytirish nomi ostida bahor bayrami, Zongzi bayramiga o'xshash Xitoy madaniyatiga xos bayramlarni o'tkazishga majburlaydigan tadbirlarni yo'lga qo'ygan edi. Bu yil 11 oyning 13 kunidan 14 kunigacha Chexiyaning poytaxti Pragda o'tkaziladigan 7-navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyining tayyorlik xizmatlari jiddiy ilib berilmoqda. Hozirga qadar ko'plagan qarindoshlarimiz 7-navbatlik qurultayning vakilligi uchun nomzodlik iltimosi sundi.
Dunya Uyghur Qurultiyi tarkibidagi har qaysi tashkilotlarning mas'ullari, jamoat arboblari va qurultayning xizmatchi xodimlaridan bo'lib 40 necha kishidan tarkib topgan 7-navbatlik Dunya Uyghur Qurultiyi tayyorlik komitetining raisi Parat Yo'ronqash apandimning istansimizga bildirishicha, 7-navbatlik qurultayga vakil saylash xizmatlari 8-oyning oxiriga qadar tamomlanib bo'ladi va Uyg'urlar ko'p o'ltiraqlashgan davlatlarda 8-oyning 22-kuni yakshanba o'xshash kunda bir tutash holda vakil saylimi o'tkaziladi. Hozirga qadar har qaysi allarda maxsus 7-navbatlik Dunya Uyghur Qurultiyiga vakil saylash komitetlari qurilib rasmiy faoliyat boshladi. Qurultayga vakil bo'ladigan nomzodlarga qo'yiladigan shartlar haqida Dunya Uyghur Qurultiyi tarafidan bekitilgan prinsiplar va nomzodlik iltimosi jadvali har qaysi davlatlardagi vakil saylash komitetlariga yetkazib berildi. Qurultayga vakil bo'lishni orzu qilgan qarindoshlarimiz o'zlari turishliq davlatlardagi vakil saylash komitetlariga va qurultay tarkibidagi tashkilotlarimizga bevosita murojaat qilsa bo'ladi. 7-navbatlik Dunya Uyghur Qurultiyi tayyorlik komitetining raisi Parat Yo'ronqash apandimning bildirishicha, koronavirusi sababidan Chexiyadagi qurultayga bevosita qatnashish imkoniyati bo'lmagan davlatlardagi vakillar bir o'ringa to'planib tor orqali yig'in va umumiy saylamga qatnashadi. Vakil saylamining odil va demokratik shaklda ilib berilishiga kafolat qilinadi. Uyg'ur tashkilotlari bo'lmagan va Uyg'urlarning soni oz bo'lgan davlatlardagi vakillar 7-navbatlik qurultay tayyorlik komitetining o'rtaq qaroriga asosan turg'izib chiqiladi. Har bir davlatda saylab chiqiladigan vakillarning eng oz 3dan 1 qismi yoshlardan va xonim-qizlarimizdan tarkib tepishi shart. Har qaysi allardagi vakil saylash komitetlari qurultay vakilligiga nomzod bo'lg'uvchilarga qo'yiladigan shartlar haqida qurultay tarafidan tuzib chiqilgan moddalarga qattiq amal qilgan asosda vakil nomzodlarini tanlab chiqadi. 7-navbatlik qurultayning rasmiy saylab chiqilgan vakillari millat vakili tusini olgan alohida salohiyatga ega bo'ladi va ular o'zlari turishliq davlatlarda Dunya Uyg'ur Qurultiyiga to'liq vakillik qilish salohiyatiga ega bo'ladi. Vakillarning alohidaliklariga qarab ular qurultay qaramog'idagi har qaysi xizmat komitetiga doimiy a'zolikqa taqsim qilinadi. Qurultay rahbarlari qurultay vakillari ichidan saylab chiqiladi. O'zini men Sharq Turkistonlik deb bilgan, Dunya Uyg'ur Qurultiyini himoya qiladigan, qurultay vakilligiga nomzod bo'lg'uvchilarga qo'yiladigan shartlar haqida qurultay tarafidan tuzib chiqilgan moddalarga uyg'un kelgan 18 yoshdan yuqori har qanday bir kishi 7-navbatlik qurultayga vakil bo'lish salohiyatiga ega. Amerika Davlat Majlisining nopuzliq ishga a'zosi 23-iyul Xalqaro Olimpik komitetining prezidenti Tomas Baxga xat yozib, 2022-yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasini kechiktirishni, agar Xitoy qo'rqinchli kishilik huquq tafsandichiligini to'xtatmasa, olimpikni boshqa davlatga yo'tkashni talab qilgan. Bu xatni Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari komitetining qo'sh raislaridan Kengash palata a'zosi Jeff Merkley bilan Avom palata a'zosi James McCorrin yozgan. Ular xatida hech qanday olimpik, irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotgan bir davlatda o'tkazilmasligi kerak deb ko'rsatgan. Xatda bu komitetning sobiq raislaridan Avom palata a'zosi Christopher Sims va Kengash palata a'zosi Marco Rubio'larning 2018-yili uningga xat yozganligi, lekin uning javob qaytarmaganligi, 2018-yildan keyin Uyg'ur va boshqa musulmon millatlarning vaziyati texmo ig'irlashganligi bildirilgan. Xatda yana Amerika Tashqi ishlar ministrligi Xitoy hukumatining harakatini irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitganligini ta'kidlab, biroq biz Xalqaro Olimpik komitetining Xitoy hukumatining qilmishini o'zgartirishga besim ishlatish uchun harakat qilganligiga oid hech qanday pokit ko'rmadik deyilgan. Ularning ta'kidlashicha, agar Xalqaro Olimpik komiteti irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotgan davlatda hech qanday ish bo'lmagandek olimpik musobaqasi o'tkazishni davomlashtirsa, buning olimpik harakati va xalqaro jamiyatga bo'lgan ta'siri intayin nachar bo'ladi ekan. O'tgan yilning 5-ida Dunya Uyg'ur Qurultiyi, Tibet va boshqa ko'plagan kishilik huquq tashkilotlari birlashib, maxsus 2022-yillik Beijing qishliq olimpikiga qarshi birliksab qurib chiqqan edi. Mazkur birliksabning Beijing irqiy qirg'inchilik olimpikini boykot qilish harakati hozir ham uzluksiz davom qilmoqda. Amerika hukumatining yaqinda e'lon qilgan Uyg'urlar to'g'risidagi savdo ko'rsatmasida bankalarning texmo qattiq nazoratga ilinganligi ilgari surildi. Yer shari savdo taqrizi to'rining xabar qilishicha, Bayden hukumati savdo ko'rsatmasida bankalarni Sharq Turkistondagi majburiy emgakni o'z ichiga olgan ta'minot zanjiri masalasida texmo qattiq nazorat qiladiganligining signalini bergan. Amerikaning bir qancha ministrligi 13-iyul hukumatning savdo ko'rsatmasini yangilab, Amerika shirkatlarining Sharq Turkistondagi kishilik huquq tafsandichiligiga chetilib qilishning qonuniy javobgarligi borligini ogohlantirgan. Bu Amerikaning tunji qitim savdo ko'rsatmasida bankalarni ogohlantirishi edi. Yer shari savdo taqrizining aytishicha, savdo ko'rsatmasida bankalarning banka maxfiyatligi qonuni bo'yicha pul muomala savdosi yoki pul almashtirishda va yoki boshqa muvofiq usullar orqali bayqalgan odam atkazchiligiga oid gumonli harakatlarni ma'lum qilish majburiyati borligi ta'kidlangan ekan.
Savdo ko'rsatmasida yana Amerika bankasi yoki u orqali savdo qiladigan o'rinlarning kasbdoshlari, sheriklari yoki tarmoq shirkatlari bilan aloqalashib, Amerikaning Sharq Turkiston masalasidagi talablarining ularga qanday ta'sir ko'rsatadiganligini tushunishi talab qilingan ekan. Yer shari sudi taqrizida aytilishicha, kishilik huquq advokatlari shu sababli banka maxfiyatlik qonunining Sharq Turkiston masalasiga texmo ko'p tatbiqlanadiganligini aytgan. Gollandiyadagi Arnhem shahri Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan kishilik huquq dafsandichiligi sababidan Wuhan bilan bo'lgan qo'sh kezak do'stligini bekor qilgan. Ma'lum bo'lishicha, bu tuyuqsiz qaror 7-oyning 21-kuni Arnhem shaharlik kengash a'zolari shahar boshlig'ining Wuhan bilan bo'lgan do'stlik munosabatini davom qilish taklifini mutlaq ko'p sonliq ovoz bilan rad qilgandan keyin chiqarilgan. Hindiston vaqti gazetining xabar qilishicha, bilet tashlash jarayonida siyosiy partiyalar biz Xitoyda keng ko'lamda kishilik huquq dafsandichiligi yuz berayotganligiga, Uyg'urlar va Xitoydagi boshqa oz sonliq millatlarning ahvolining kunga nacharlashayotganligiga ishonamiz. Bu ahvol ostida Xitoy bilan bo'lgan shahar aloqasini saqlab qilish axloqsizlik degan. Ma'lum bo'lishicha, Arnhem shahri bilan Wuhan shahri orasidagi qo'shmoq shahar kelishimi 1999-yili hosil qilingan ekan. Gollandiya Arnhem shahrining Xitoyning Wuhan shahri bilan bo'lgan qo'sh kezak do'stligi Gollandiyadagi Uyg'ur jamoatining noroziligini qo'zg'ab kelayotgan edi. Ular buningga qarshi namoyish o'tkazgan va shundaqli Gollandiya parlament a'zolari bilan ko'rishgan edi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündəlik xəvərlər proqrammasini diqqətinizə sundu. Keyin qaytımlıq proqramımızı görüşəylik. Görüşkiçə aman boğaysılar. Xeyri xoş.